Bugungi kunda yurtimizning eng olis hududlarida ham aholiga qulay sharoitlar yaratish, ularning turmush sifatini yanada yaxshilash borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Beruniy tumani Ozod ovul fuqarolar yig'ini hududida xizmat ko'rsatish sohasi jadal rivojlanib, bu aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdan muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Aholining uzog'ini yaqin qilish, kundalik ehtiyojlarini o'z hududining o'zida qondirish maqsadida amalga oshirilayotgan loyihalar o'z samarasini bermoqda. Mahallalarda xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil etilib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Ana shunday ezgu tashabbuslardan biri sifatida Ozod ovulida barcha zamonaviy qulayliklarga ega Simsim restorani o'z faoliyatini boshladi. Mazkur maskan aholiga sifatli xizmat ko'rsatish bilan birga turli tadbir va tantanalarni yuqori saviyada o'tkazish imkonini ham yaratadi. Restoranning ochilish marosimida hudud nuroniylari, mahalla faollari, yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Nuroniy jamg'armasi Beruniy tumani bo'lim raisi tadbirkorlikni ushbu ezgu tashabbus bilan tabriklab, muhtasham tantanalar uyi xalqimizning eng quvonchli kunlarida xizmat qilishini tiladi. Tadbir davomida mehmonlar yaratilgan sharoitlar, zamonaviy dizayn va xizmatlar bilan yaqindan tanishib, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlariga yuqori baho berishdi. Shubhasiz, Ozod ovulida bunday zamonaviy xizmat ko'rsatish obyektlarining ishga tushirilishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga, aholi bandligining oshishiga va xalqimiz farovonligiga munosib hissa qo'shadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.